Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2026-yil 26-iyun sanasida bog'imizdagi Buxoro shahridagi yangi bir uzum Velyur. Xohlasa bu uzumlarimiz ertaga uzumlar qatoriga kiradi. Donlari yirik, pishish vaqti erta. Hali 100% pishgani yo'q. Bu yil havo biroz salqin kelganligi sababli boshida uzumlarimiz biroz kechikibdi. Shunda ham rizamatlar hali xom g'o'ra. Bu o'zimizni местный uzumlar rizamat. Buni aytishimiz sababi shu, rizamati bor odamlar solishtirib ko'rsa bo'ladi. Xudo xolasa donlari yirik. Bu navni ko'paytirishga ham, uyda iste'mol qilishga ham eksalar bo'ladi. Inshaalloh hali 100% pishib yetilgani yo'q. Pishib yetilib yana video qilamiz. Endi hozir pishishni boshlaganiga bitta video qilamiz so'raganlar uchun. Mana shu holatda. Bu navimiz 2 yil oldin keltirib hayvon qilingan. Rossiyaning Qrim shahridan. Hosildorligi ajoyib, zo'r. O'tgan yilgi ham videolari bor YouTube'da. Xudo xolasa bizani xursand qiladigan navlardan biri bu ham. Inshaalloh donlari mana shu kattalikda. Ja kichik ham emas, ja katta ham emas, mana shu holatda. Lekin ertaki uzumlarni bu vaqtdagisi uchun bu nav yomon emas. Xudo xolasa kuzatishni davom etinglar. Yaqinda bundan ham zo'rlarni qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.